Assalomu alaykum barchaga. Hop videoda aytib o'tilgandek, $8 dan $10,000 ko'tariladi shu strategiya orqali edi. Bu strategiyamiz nomi, ya'ni BSOBP. Bu stop lossimizni minimlashtirib beradigan, bizga точка входа beradigan strategiya. Ya'ni ko'p kishilar aytishadi, strategiyalarni bilaman, lekin точка входani bilmayman. Qayerdan entry qilishni bilmayman deyishadi. Bu aynan shu точка входani sizga aniqlashtirib beradigan strategiya. Xo'p, mana ko'rishingiz mumkin, bizda bitta switch turibdi, bu yoqda ikkita switch turibdi. Hozir tushuntirib beraman nimaga bunaqa. Xo'p, bozor bizga shunaqa yuradi. Bozor kelib turib, biza qandaydir urovinimizga, ya'ni keladi-da. Bizda shu yerda urovin turibdi, ya'ni kelib turib bizga shunaqa switch hosil qilib berdi. Ya'ni qanaqa qilib berdi? Biz urovinimiz turibdi. Bizga точка входа kerak. Qayerdan biz qandoq qilib entry, ya'ni qandoq qilib biz entry qilishimiz uchun. Hop, bozor keldida bizga, ya'ni shu точкаga to'ch urdi. Biz birinchi o'rinda, ya'ni BSO, bu BSO deyiladi. Bitta yakka switchani BSO deymiz, ikkitalikni BPO1, BPO2 deymiz. BPO1imiz, ya'ni birinchi o'rinda biz BPO1ni topib olishimiz kerak. BPO1imiz BSOga to'ch tegish kerak. Ya'ni shunaqa holatda ko'rishingiz mumkin. Bu bilan bu to'ch tegdi. Buni o'rtasida ya'ni luft yo'q. Bu yetib kelmagan emas. Ya'ni yetib to'ch urdi. Buni switchesga, ya'ni buni shadowga, hostga, buni hosti, ya'ni to'ch urdi. Bizda ikkinchi sham o'childi. Ikkinchi shamimiz, ya'ni shunaqa ko'rinishda bo'lishi mumkin. Bu ham xuddi to'ch tegish kerak. Bundan, ya'ni bundan oldingi ya'ni shamidan bu o'tib ketmasligi kerak bundoq qilib. Bu xato bo'ladi. Yetmay qolishi mumkin. Ya'ni luft razmerida 15 punkt yetmay qolsa bo'lar edi. Lekin ko'pincha holatda, ya'ni shunaqa tegadi, shunaqa bo'ladi. Luft razmeriga yetib kelmasligi mumkin. Xo'p, biz ya'ni to'ch urdi. Misol uchun 15 lik time frame ni ko'rib deylik. M5 time frame ni ko'ribdi. Hop, M5 qachon biz entry qilamiz? Ya'ni M5 yopilishiga 30 sekund qolganda biz bozorga kiramiz. Misol uchun bozor shu yerda, ya'ni urdi. Bizda BSO'imiz bor, BPO'imiz bor, BPO1 bor, BPO2 rivojlanmaydi. Bu BPO2miz yopilishiga 30 sekund qolganda biz bozorga entry qilamiz. Va biz stop lossni, ya'ni shunaqa qilib qo'yamiz. Birinchi error 1 ga 3 bo'ladi. Ikkinchisi 1 ga 5, ikkinchisi 1 ga 7, qolgani ya'ni расчетni yopiladi. Xo'p, stop loss qayerga qo'yasiz? Stop loss qayerga qo'yasiz? Ya'ni shu switchani dumidan 10 punkt pastroq qo'yasiz. 10 punkt pastroq qo'yasiz. Shunda siz stop lossingiz olmaydi. Shunda error 1 ga 3 bo'ladi. Ya'ni biz bu yerda ikkita zahot qiladigan bo'lsa, 1 ga 3 da yana bittasini yopamiz. 1 ga 5 bo'lganda ikkinchisini yopamiz. Bu scalp bilan ishlashda bo'ladigan strategiyamiz. Xo'p, buni boshqa, ya'ni ko'rinishlari ham bor. Ya'ni bu BSO'imiz tepadan bo'lishi mumkin. Ya'ni shu holatdan bo'lishi mumkin. Shunaqa holatdan bo'lishi mumkin. Muhimi, biz BPO1imiz BSO'ga to'ch tegish kerak. Bizga ikkinchi muhim qoidamiz BPO2imiz BPO1ni, ya'ni dumini yorib qo'ymasligi kerak. Shunaqa holatda yetmay qolsa bo'ladi. Yetmay qolishi 15 punkt bo'lishi kerak. Aytib o'taman, punkt bilan pips bir xil narsa. Просто punkt rus tilida, pips ingliz tilida aytilish xolos. Xo'p, biz shunaqa paytda, ya'ni entry qilsa bo'ladi. Buni eslatmasa, ya'ni biz qachon entry qilamiz? Highda yoki lowda. Bizni qandaydir zonamizga urovinimiz kelganda, точка входа bilmayotganimizda, ya'ni perlow qilib qo'yganda aytib o'ta, ya'ni shunaqa holatlar bo'ladi. Ya'ni bozor bitta low yangilaydi, ketadi yana. Xo'p, bozor shunaqa yuradi. O'zi umumiy krupniy olib qaraydigan bo'lsa, shunaqa yuradi. Va bu switchlar bizga chikitkani rivojlanib beradi pastlarda.
Shukitskani ya'ni tepalarga rivojlanib berish kerak. Shunda bizga xavfsizroq bo'ladi. Hisoblashimizni olmasligiga aniqroq bo'ladi. Internetga qarshi kirmasak bo'ldi. Bu bunaqa o'rtalarda rivojlanib qoladi. Bunaqa payt kirmasak bo'ldi. O'rtalarda kirmaymiz, faqat high yoki lowda. Bizni qandaydir mana urovinimiz bo'ladi, shunaqa joylarda qandaydir zonamiz bo'ladi. Shunaqa paytlarda ya'ni rivojlanib berganda biz kirsak bo'ladi. Misol uchun aytib o'tganda tepada mana rivojlanib beribdi. Biz kiritdi, tushib beribdi. Ya'ni biz bu yerga chiqib beribdi. Ya'ni biz bu yerda точка входа qidiribdi va bozor yana tushib beribdi. Xuddi shu ko'rinishda bo'ladi, akalar. Buni hozir sizlar bilan birga real grafikda ham hozir ko'rib chiqamiz. Real bozorda ishlatib ko'ramiz. Xo'p, bozor mana ko'rishinglar mumkin. Xo'p, keling real grafikda ham ko'ramiz. Mana shu yerdan enter qilaman. RR 1.3 qo'yaman. Ya'ni 30 punkt qo'yaman. Birinchi take profit. Stop loss'ni 10 punkt pastroq qo'yaman. Xo'p, bozor yopilishiga 20 sekund bor. Siz уже enter qildi. Qayerda? Bizga mana ko'rishinglar mumkin. Bizda uptrend bo'libdi. Ya'ni bozor yuribdi. Xo'p, biz oldida bu highga retest berib, bu yana yo'lini davom etish kerak. Va biz BSU topadigan bo'lsak, ya'ni shu yerga qo'yadigan bo'lsak, Vot ko'rishinglar mumkin, уже take profitimiz ham oldi. Bizda уже bu yerda BSU'miz bor edi. Qayerda edi BSU'miz? Vot ko'rishinglar mumkin. BSU'miz bor. BSU'miz bor. Orqaroq qaraydigan bo'lsa, orqaroqdan ham chiqib kelish mumkin. Vot. Yana bitta bizning BSU'miz bor. BSU bizga uncha важный emas. Muhimi bizga rivojlanib berish kerak. Va buni oldinroq ko'rgandim, ya'ni shu joyni men taxmin qilgandim va shu yerga kelib bizga BSU qilib berdi va bozor ko'rishinglar mumkin. 30 punkt birinchi RR oldida, ikkinchi RRimiz shu yerda bo'lishi kerak edi. Uni ham oldi. Uchinchi RRimiz ya'ni shu yerda bo'ladi. Bizga muhimi 1 bilan 2 ni olib bersa bo'ldi, qolgani bizga qiziq emas. Xuddi shunaqa bo'ladi. Bozor ko'rdinglar, nima qildi? Bozorga yopilishiga 30 sekund qolganda biz bozorga kirdik. Ya'ni shu yerdan biz bozor kirdik. Xo'p, kirdik. Unda bu duma, ya'ni bu yerga yangilab qo'ymagan edi. Va bozor nima qildi? 20 sekund qolganda bozor bitta pastga tushdi, lekin stop lossni olmadi. Va bozor tepaga uchib berdi. Shunaqa vaziyat ham bo'lishi mumkin. Bozor ya'ni ikki taraflama aytdim-ku, bitta tarafdan kelishi mumkin, qarama-qarshi tomondan bo'lishi mumkin. BSU'si shunaqa bo'lishi mumkin. Shunaqa bo'lishi mumkin. Shunaqa bo'lishi mumkin. Qaysi tarafdan farqi yo'q. Любой tarafdan, ya'ni to'sh desa bo'ldi shu joyga. Biz BPU birimizni ya'ni BPU'mizni joyiga to'sh degan bo'lsin. Biz bu strategiya orqali trendga qarshi kirmasa bo'ldi. Bizda mana katta time frame olib qaraydigan bo'lsa, uptrend ketdi. Va bozor bu yerda yana qilib beradigan bo'lsa, уже qilib M1 da chiqib ketdi. M5 dan qilib beradigan bo'lsa, yana biz buy qilamiz shu yerda va biz shu zonamizda, kelasi zonamizda BPU yasashini kutamiz. Shu holatda, ya'ni shu yerda yasab beradigan bo'lsa, biz selga qiziqamiz stop lossni, ya'ni aytib o'tganimda yasagan shpilkani, ya'ni aytib o'tganimda stop lossni BPU 2mizni xo'sidan, ya'ni dumidan 10 punkt pastroqqa qo'yamiz. Xo'p, kelinglar, oldin ishlagan, ya'ni joyini sizlarga ko'rsatib o'taman. Bizning zonamizda. Mana ko'rishinglar mumkin.
bu yerga gorizontal liniyada o'tgan bo'lsam, mana bozor mana o'tib tegan. Uzda turibdi. Bozor bu yerda mana BPU 1 BSO'yimiz qilib berdi va bizda BPU 1imiz bor. Bizga BPU 2 qildi. Hop. Biz luftini hisoblaydigan bo'lsak 0.43. Buni holatda biz kirsa bo'ladi. Agar ulgurmagan bo'lsangiz, misol uchun shunaqa paytda ulgurmay qolasiz, ulgurmay qolgan bo'lsangiz, mana ikkinchisi zaxod qilsangiz bo'ladi. Ikkinchisi ham xuddi buni, ya'ni dumini yangilamagan. Xo'p, men sizlarga aytib o'tgandim, bozor qandaydir high yoki lowda yoki trendda qilayotganda, ya'ni trendda kesayotganda bizga откат berayotganda точка ухода sifatida ishlatsa bo'ladi deb. Xo'p, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Bozor highda biz maksimumimizni rivojlanib bergan. Ya'ni BPO 1imiz, BPO 2imiz va bizda yonida BSO'yimiz bor. Uje bozor bu yerda normalniy tashlab bergan. 100 punktdan oshiq tashlab bergan. Hop, oladigan bo'lsa 100 punkt mana, 100 punkt tashlab bergan. Toza. Hop, keyin bozor yana qaytib keldi. Bizning maksimumimiz bor edi. O'sha maksimumimiz yana bizga BSO BPO qilib beribdi-da. Hop, mana ko'rishingiz mumkin. Ya'ni shunisi bizga BPO 1 bo'ladi, BPO 2 bo'ladi. BSO'yimiz qaytdi desani, hop bu endi ishlab bergan, bunisi endi BSO bo'ladi. Chunki bu bilan bu tosh tegibdi. Shuning uchun bunisi bizga BSO sifatida o'tib ketadi. Bir marta ishlatasiz. Ya'ni shuni BSO'yimiz bor va bizga BPO 1 qilibdi, BPO 2 qilibdi. Xuddi bu ham impuls bilan ya'ni o'qib bergan. 220 punkt. Siz hech qachon 220 punkt ushlamaysiz. 100 punktni oldi desangiz ham bu yaxshi. Strategiya oddiy, tushunarli. Просто buni backtest qilib, grafikda ko'proq kuzatish kerak. Sizga bu точка ухода aytayotganda точка уходangizni topishingizni osonlashtirib beradi. Hisoblasangiz qayerga qo'yishingizni aniq qilib beradi va qaydan siz entry qilishingiz hammasi bu strategiya orqali yamli ko'rsatib o'tilgan. Kanalda berilgan signallar ham ko'pi shu strategiya orqali beriladi. Bu bir kunda, ya'ni bizga kichkina time frame'da, ya'ni M5, M1larda 16 martagacha, katta time frame'larda 8 martagacha, ya'ni bizga entry qilishimiz uchun sharoit yaratib beradi bu. Bir kunda 5 ta 10 ta shu strategiya orqali ya'ni entry qilsangiz bo'ladi. Misol uchun 5 ta entry qiladigan bo'lsam, 50 punktdan ushlaydigan bo'lsangiz, 250 punkt ushladingiz degan. 250 punkt millionga bu $250 degani. Bu $250 normalniy menimcha. Xo'p, okalar, YouTube kanalimizga qo'shilib olsani, qaysi strategiya orqali biz ZK-ga entry qilganimiz va signal berganimizni tushunib yetasizlar. Qo'shilish mutlaqo bepul. Qo'shilish uchun adminga yozib qo'ysangiz, qo'shilib birgalikda xolos live trade'larni qilamiz. Va bundan-da kuchliroq va yaxshiroq strategiyalarni birgalikda o'rganamiz, okalar.